bepul umra yo'llanmasini qo'limda turibdi mana. Xudo xohlasa bu Safo Marva tur kompaniyasi tomonidan Abror Elchi obunachilarga hadya sifatida berildi. Qaranglar, buni men ikkinchi o'rin g'olibiga hadya qilmoqchiman. Ikkinchi o'rin g'olibi kim bo'lishi bu noma'lum. Faqatgina bizda hozir bitta g'olib bor. Birinchi o'ringa mana shu Matiz proyektimizni tayyorlayapmiz. Xudo xohlasa buni ustida juda ham ko'p mehnat qilinyapti. O'zingizlar bilasizlar, 0 holatidan stok holatiga olib kelguncha ancha-muncha vaqt va pul talab qilinadi. Bu birinchi o'ringa aniqlansa, ikkinchi o'ringa bepul umra yo'llanmasi va albatta uchinchi o'ringa mana shu Xaladinlik Rules brendidan. Bu mahsulotlarni bizga bergan homiyimiz Asakada joylashgan Baza maishiy texnika do'koni. 4-o'ringa ham mana shu Rules brendidan avtomat kir mashina bor. Mashinangizni qarang, qanaqa ideal holatda bo'lyapti. 100% sizga STP mahsulotidan shumma izolyatsiya qilib qo'ydim. Sifatli brend bo'lgani uchun o'zingiz qildirib yurmang deb keyinchalik shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ham akajon o'zimga olib kelavering. Bu mashina sizniki. Birinchi o'rin g'olibiga bu mashinani beramiz va albatta ikkinchi o'ringa bepul umra yo'llanmasi. Bularda yutib olish sharti homiylarimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ran shu narsalar bo'lishiga u insonlar sababchi bo'lyapti. 5 ta g'olibni aniqlaymiz. 4 ta g'olib hozircha noma'lum. Bittasi aniq. 4 ta g'olibni olib kelsak, 5 ta hadyamizni ana shu g'oliblarimiz bittadan olib ketishadi. Kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring va albatta mana shu mashinalarni, hadyalarni ilingan do'stingizga jo'natib qo'ying. Hammaga omad.